Halol savdogar uchun 10 oltin qoida. 1. Ey musulmon tijoratchi, Razzoq zot bo'lgan Alloh taolo huzuridan senga bitilgan taqdirga rozi bo'l. Bu yo'lda tavakkal qilib, iymoningga yarashadigan bir maqomga ega bo'l. Hadisi sharif. Agar siz haqiqatdan ham to'liq iymon bilan Alloh taologa tavakkul qilganingizda edi, tongda och chiqib, oqshomda to'q holda uyasiga qaytadigan qushlarni rizqlantirgani misoli Alloh taolo sizni ham mutlaqo rizqdan nasibador qilgan bo'lardi. 2. Ey musulmon tijoratchi, Alloh taolo joriy etgan halol va harom chegaralariga rioya qilib, shubhali narsalardan yuz o'girgin, toki nomus va hamiyatingga dog' tushmasin. 3. Ey musulmon tijoratchi, rizq talabida erta tongdan harakat qilib uyingdan chiqishing, quyoshni uyg'otishing lozim. Shunda asl barakaga ega bo'lasan. Hadisi sharif. Hazrati Ali roziyallohu anhu aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohim, ummatim uchun erta tongni barokatli qil deb duo qilganlarni eshitdim. 4. Ey musulmon tijoratchi, olishda va sotishda, qarz berishda va olishda doimo osonlik va qulaylikni asos qilib ol. Shunda tijoratingni xotirjam bir tarzda amalga oshirgan holda Alloh taoloning rahmatiga erishasan. 5. Ey musulmon tijoratchi, sotayotgan molingning sifatini tushiradigan va qiymatini kamaytiradigan bir qusur mavjud bo'lsa, buni xaridorga ochiqchasiga ayt. Aks holda foydangga harom aralashib, o'zing birovlarning la'natiga qolib ketishingga sabab bo'lmasin. Hadisi sharif. Kimki qusuri bor molni sotayotganida bu haqda xaridorni voqif etmasa, doimo Alloh taoloning g'azabi va farishtalarning la'nati ostida bo'ladi. 6. Ey musulmon tijoratchi, foiz borasida juda hushyor bo'lishing, foiz olmasliging va bermasliging, foiz aralashgan joyda turmasliging va bu xususda g'oyatda ehtiyot bilan yo'l tutishing lozim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyilgan qovoqlari va og'ir tanbehlariga ro'baro bo'lmaysan. Hadisi sharif. Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam foiz berganni, uni olganni, buni qayd etgan kotibni, ya'ni uni qog'ozga tushiruvchi kishini va bunga guvohlik qilgan shohidlarni la'natladilar va ularning barchasi bu gunohga teng sherikdir dedilar. 7. Ey musulmon tijoratchi, qiladigan ishingni sabot ila bajarmog'ing, sabrli bo'lishing va hisob kitobda yaqin zamonni emas, balki uzoqni ko'zlab harakat qilmog'ing lozim. Shunda muvaffaqiyatga erishasan. Hadisi sharif. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo sizlardan bir kishi uchun bir tomonni, narsani rizqqa sabab qilib qo'ysa, bu o'zgarguncha yoki qiyinlashguncha uni tark etmasin, ya'ni undan voz kechib ketmasin. 8. Ey musulmon tijoratchi, dunyo moli ko'zni qamashtiruvchi va yoqimli ekanligini, ammo Alloh taolo huzurida foniy va qiymatsizligini hech qachon unutmagin. Shunda hirs va ta'magirlik domiga tushib, dunyo talabida haddan oshmaysan. 9. Ey musulmon tijoratchi, molingni loyiq bo'lgan bahodan oshirib sotish uchun noto'g'ri yo'llarga kirib qolmasliging va xaridorlarni aslo aldamasliging lozim. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy ummati bo'lish baxtini qo'ldan chiqarmagan bo'lasan. Hadisi sharif. Aldagan kishi bizdan emasdir. 10. Ey musulmon tijoratchi, jannatda eng yaxshi do'stlar bilan qo'shni bo'lish saodatiga erishay desang, o'z ishing va tijoratingni to'g'rilik asosi ustida bino etishing va hech qachon haqiqatdan ayrilmasliging lozim. To'g'ri so'z va ishonchli tijoratchilar nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladilar. O'qib bo'ldi-mu qilgan tijoratlarimiz, ulkan savdo saltanatimiz, topgan oltinlarimiz, olgan ilmlarimiz ko'z oldimdan o'ta boshladi. Axir shu 10 tagina hikmatda butun bir tojirlik faoliyati mujassam edi. Qiyomatgacha oltin qo'llanma bo'la oladigan o'gitlarni ko'ksimga bosdim. O'yga tolib qolibman. Bir vaqt qarasam,
Abdulloh uzoqlarga tikilib turgan ekan. Qo'limdagi qog'oz bilan indamay ortimga qaytdim. Odatda u uzoqlarga o'ychan tikilib turgan bo'lsa, bezovta qilmasdik. U o'sha vaqtda yo Alloh taoloni zikr qilayotgan, yo tafakkur qilayotgan, yo savdo haqida o'ylayotgan, yo asar uchun yangi reja tuzayotgan bo'ladi.